Assalomu alaykum Abdulla Ahad Abdurrahman aka. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshi, alhamdulillah. Salomat. Bugungi bu namoyishning haqida bir qisqa to'xtab o'tgan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Türkiye'deki Büyük Birlik Partisi başçılığında Şarkı Türkistan'daki zulümge dikkat çekiş, zulümünü anlatış, zalim Xitayga karşı mevkifimizni bayan qilish uchun şu Ankara'nınki Sehiye Abdi İpekçi meydanına yığılgan bulduk. Büyük Birlik Partisi bizni davet kılgan, şularning davetiga ijobat qilib yerga keldik ve ijobat qilish bilan birlikte Türkiye'deki bütün bizler münasebeti bo'lgan bütün teşkilatlarını, halkımızı bu yerga davet kıldık. Bu yerga neçe ming adam yığıldı. Allah'a şükür. Halkımız mı bizdeki davetini ijobat qilib bu yerga tashrif qildi. Teşkilatlar hem geldi. Ben bu yerga bu meydanga faqatlam Şarkı Türkistan Ma'rif Hamkorlik Cemiyeti'ni temsil qilib emas, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği nomidan katılgan buldum. Aqımda nurgulgan qarindoshlarimiz var, hemmisi şu teşkilatlarınki mensuplari. Bugün bu yerda ait yaxshi bir faaliyet o'tkazildi. Türk qarindoshlarimiz az sanda bo'lsin katılıptı. İnşallah bununki neticesi keyingi kunlarda oturga chiqadi. Bugün Büyük Birlik Partisi bu işini qilgan bo'lsa, inşallah ata o'g'in bununki yaqinki kelajakda Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve AK Partisi ve başka teşkilatlarımı bulardan bir örnek edip zalime karşı özününki mevkifini bayan kıldıgan bir faaliyetlerini uyuşturuşunu biz ümit kılımız. Bütün halkımızga bulap bu şu meydanga kelişke alaydı küçük kalgan teşkilatlarımızga bulap Nuzugum Cemiyetiga, Ma'rif Cemiyetiga ve Yaşlar Teşkilatıga, Yeni Nesil Teşkilatıga ve başka Ulemalar Birliği'ne hemmizge rahmet ve eğitimen. Allah subhanahu wa ta'ala hemmisine razı olsun. Assalomu alaykum taqa, qanaqa ahvolingiz? Qayda, alaykum assalom. Qayda sizni qubdan turishlar? Yaxshi, Allohga shukr. Taqa siz nereden keldiniz namoyishga? Namoyishga Qaysardan keldik. Hozirimiz havoning so'qligiga qaramay, yo'lning uzoqligiga qaramay kelibsizlar, Allah razı olsun. Kelishimizda bizning vatanimiz Sharq Turkistonni bisvog'ili 69 yil oldu. Hozir qadar o'zi Xitoy bu o'zi vaqaning sir zulmni ig'irlatib, mashina qilyotdi. Biz shuning uchun biz namoyishma qilib, bunga qarshi bu vatanni tortilish uchun harakat qilmoqcha bu Xitoydan qutulib bo'lmaydi. Shuning uchun hamma musulmonlar, hamma o'g'illar birlik kelib, çokum muşu öze Xitay'dan zeminine tatip edip, bütün Müslümanlar, Uygurlar hatice boltkan işgal fikri kemmegice bu iş öze, herkes olmamaydı. Allah dile, hemen mücahidol nefsi dedi. Herkes cihat öz nefsi için kıldı o dedi. Onun yaxşı gepini kıldı, halkara gep kılvatıdı. Bakansı özü bu öze, hada kılvatı dese vahşi iş vatıdı. Şunun için hem Uygurlar birleşip, muvaffak çağrı bilen devletimizdeki hazır lagırdaki turmuldaki kıyılıvatkan, ölevatkan Müslümanlık kısmı için hemimiz istaçlık edip çokum bu candan geçmek için bu iş el olmaydı. Ne dedim hiçbir şey. Rahmet aka, Allah razı olsun. Assalomu alaykum taqa, qanaqa ahvolingiz? Ahval yaxshi ekan. Bugün Büyük Birlik Partisi'nin bizga qilib bergan bu yig'ilishimizda biz Doğu Türkistanlık uchun Türkiye hükümetinin bu partinin qilgan yaxshiligi ko'p bo'ldi. Bulardan biz ko'p minnatdor. Bugun akşam saat 12'de mangan 9'ga keldik bu yerga. Kelgandan beri shunday yig'ilish qilib Türk kardeşlerimiz Qozog'istondan, O'zbekistondan, Tatarlardan, mesela Bangladesh, Hindistandan kelgan hamma kardeşlerimiz biz uchun destek yapıp geldi. Hamma dünya biz uchun yo'lmangan hamma dunyoga ko'p rahmat. Aka hozir havoning sovuqligiga qaramay, yo'lning uzunligiga qaramay mishaga kelibsiz. Allah sizdan razı olsun. Allah sizdan razı olsun, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldı bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun rahmatimizni bildiramiz. Men rahmat aytaman. Bugungi namoyishdan haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Degandek endi namoyish nihoyat yaxshi bo'ldi.
4-5 mingga yaqin odam bordi, jiq odam qatnashdi. Bu yerda hech bo'lmaganda Sharqi Turkistondagi zulmlar Xitoyning o dunyoning tarixida hech bir yerda ko'rilib boqmagan darajada bo'layotgan bu ig'ir kultural qatlam va irqiy qatlamlarni kun tartibga kelish uchun bu namoyish nihoyat unumli bo'ldi. Undan boshqa Xitoyning millionlagan dollarni xajlab Turkiyada o'zining obrazini yaxshilash, o'zini paydaslash, gerimlash uchun qilayotgan va o'ynayotgan nayrangozlikligimi bediqitim tasdiq bo'lgan bo'ldi. Bugün 23 dekabr suhbatimiz mishada oxirlashdi. Men Uyg'ur TV kanalidan Muhammed Amin, Anqara.